siyosatlardan kelib chiqib, bizni o'zimizni Agrobank tizimi o'zini resursidan kelib chiqqan holatda sizlarga o'zini imtiyozli kreditini taqdim qiladi. Bu yerda imtiyozli mahallaviy bo'yicha berilgan kreditimiz bor, 50 milliongacha bor kredit. Chorvachilik, dehqonchilik hamma yo'nalishlarda oilaviy tadbirkorlikni amalga oshirishga beriladigan kredit bor. Bu imtiyozni keltirib, ayol tadbirkor bo'lsa 19% dan berilyapti. Erkak tadbirkorimizga 21% dan 312-qaror bo'yicha kredit ajratiladi. Kredit muddati 6 yilgacha bo'lib, hozirgi kunda resursimiz miqyosida 6 yilgacha 2 yil imtiyoz davri bilan beriladi. Bundan kelib chiqib mahallaviy rejamiz bo'yicha 50 milliongacha kredit ajratiladi. Bu ayol tadbirkorlarimizga 23% dan, erkak tadbirkorlarimizga 25% dan ajratiladi. İmkoniyatlarınızı kelib chiqib, o'zingizni ehtiyojdan kelib chiqib, bemalol bankka murojaat qilishlaringiz mumkin. O'zlaringiz kredit tarixini o'rganib turib, kredit tarixi ham ijobiy chiqsa, kredit ajratiladi. Shunga qanaqa takliflaringiz bo'lsa, bemalol nima qilasiz? Murojaat qilaverasizlar. Qo'ni qo'shnilar, qarindoshlar ichida agitatsiya qilib qilaverasizlar. Bunda hech qanaqa to'siq yeri yo'q. 312-qarorimiz bo'yicha 100 milliongacha garansiya ajratiladi. 100 milliondan yuqori 300 milliongacha beriladigan kreditimiz 312 o'sha 200 million miqdorida qo'shib oladigan bo'lsa, unga garant taqdim qilinadi.